Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Abdullayeva Zuhra Ismoilovna. Fanimiz umumiy psixologiya, mavzumiz temperament. Temperament rejalari quyidagilardan iborat. Temperament haqida umumiy tushuncha, individuallik xususiyatlari, inson shaxsi va individuallik xususiyatlari hamda temperamentning evolyutsion jarayonga moslashish imkoniyatlari. Tayanch so'zlarimiz quyidagilardan iborat. Temperament lotincha temperamentum degan so'zdan olingan bo'lib, aralashma, qorishma degan ma'noni anglatadi. Temperament shaxs faoliyati va xulqining dinamik o'zgaruvchan va emotsional hissiy tomonlarini xarakterlovchi individual xususiyatlar majmuidir. Temperament insonning turli vaziyatlarda narsa, hodisa, holatlar va insonlarning xatti-harakatlariga nisbatan reaksiyasini tushuntirib beruvchi tug'ma xususiyatlari majmuidir. Gippokrat ta'biricha inson tanasida 4 xil suyuqlik mavjud bo'lib, ular o't yoki safro, qon, qora o't va balg'am kabilardan iboratdir. Gippokrat ta'limotida sariq o'tlarda, aynan xolerik temperamentiga doir bo'lgan insonlarda sariq o't suyuqligi ustunligini ta'kidlangan, sangviniklarda qonning ustunligi, flegmatiklarda balg'amning ustunligi va melanxoliklarda qora o't ustun ekanligini ta'kidlab o'tgan. Gippokrat ta'limoti bu suyuqliklarning har biri o'z xususiyatiga ega bo'lib, ularning o'z vazifasi va ishi bordir. O'tning xususiyati quruqlikdir. Uning ishi organizmdagi quruqlikni saqlab turish, ya'ni badanni quruq tutishdir. Qonning xususiyati issiqlikdir. Uning ishi organizmni isitib turishdir. Qora o'tning xususiyati namlikdir. Uning ishi badan namligini saqlab turish, uning namligini tutib turishdir. Balg'am aynan badanni sovutib turish demakdir. Buyuk muttafakkir Abu Ali ibn Sino ham o'zining ruhiy jarayonlar haqidagi izlanishlarida mijoz masalasiga alohida e'tibor berdi. U Gippokratning temperament haqidagi ta'limotini chuqur o'rganib, mijoz haqidagi ta'limotini ishlab chiqqan. Ibn Sino mijoz organizmining ruhiy va jismoniy barqarorligini ko'rsatadigan ta'sirlarga javobidir deb ko'rsatdi. U organizmni tashqi ta'sirlarni qabul qilishi va unga javob reaksiyasini berishida mijozni turlicha, ya'ni issiq, sovuq, quruq, nam, kuchli va kuchsiz paydo bo'lishini aniqladi. 20-asrning 30-40 yillariga kelib, temperament va uning neyrofiziologik asoslari haqidagi ta'limot rus fiziologi Ivan Pavlov tomonidan ishlab chiqildi. Ivan Pavlov ajratishicha, nerv sistemasining kuchi hujayralardagi fiziologik moddalarning zaxira miqdori bilan belgilanadi. Nerv sistemasining kuchi qo'zg'alish jarayoniga ham, uning tormozlanish jarayoniga ham tegishlidir. Nerv sistemasining kuchi avvalo kuchli qo'zg'ovchilarga bardosh bera olish qobiliyatida ko'rinadi. Ivan Pavlovning yuksak nerv faoliyat tiplari haqidagi ta'limotida ochib berildiki, nerv sistemasidagi muvozanat Pavlov ta'limotiga muvofiq nerv sistemasining qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining kuch darajasini teng holda tutib tura bilish qobiliyatida ko'rinadi. Nerv sistemasining ildamligi miya postining biron qismidagi qo'zg'alishining tormozlanishi bilan yoki aksincha tormozlanishning qo'zg'alish bilan naqadar yengil almashinishidan iborat. Ivan Pavlov o'tkazgan tadqiqotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Ivan Pavlov oliy nerv faoliyati haqida ta'limot yaratdi va u fanga shartli refleks degan iborani olib kirdi. Temperament inson faoliyatida uning asab tizimi tipini namoyon bo'lishi, Ivan Pavlov nerv tizimining 3 ta asosiy xususiyatini ajratgan. Qo'zg'alish jarayoni va tormozlanish jarayonining kuchi, qo'zg'alish kuchi bilan tormozlanish kuchi o'rtasidagi muvozanatlik darajasi nerv tizimining muvozanatlashganligini, qo'zg'alishning tormozlanish bilan almashinish tezligi nerv jarayonlarining harakatchanligi, asab tizimining bu xossalari temperamentning fiziologik asosini tashkil etadi. Ivan Pavlov asab tizimini asosiy tiplarini temperament tiplari bilan bog'lab tushuntirgan. Sangvinik
kuchli, muvozanatli, epchil, serharakat. Flegmatik temperamentga ega bo'lganlar kuchli, muvozanatli, enert, sust va og'ir vazmin. Xolerik temperament vakillari kuchli, lekin muvozanatsiz, ya'ni qo'zg'alish, tormozlanishdan ustun chiqadigan qizg'in, jo'shqin sifatlar ekanligini ta'kidlangan. Melanxoliklar kuchsiz, kam harakat, sustkash ekanliklari haqida tushuntirilgan. Xolerik temperament vakillari aynan hissiyotning tez va kuchli qo'zg'aluvchanligi barqaror bo'lishi bilan farq qiladi. Xolerik temperamentdan kishilarning hissiyotlari ularning imo ishoralarida, mimikalarida, harakatlarida, nutqlarida yaqqol ko'rinib turadi. Xoleriklar qizg'inlik va tajanglikka moyil bo'ladi. Bunday temperamentli kishilar chaqqon, umuman harakatchan, serg'ayrat va har doim urinuvchan bo'ladilar. Qobiliyatiga ega bo'lgan, tez va shiddatli, qizg'in, emotsional, juda g'ayratli, ishga juda ehtiros bilan berilishi, portlash va kayfiyatning keskin o'zgarishlariga moyil, ildam harakatlar qiladigan kishilar xoleriklar deb aytiladi. Bu xil temperamentli bolalarda ham serg'ayrat bo'ladilar. Ular bir ishga tez kirishadilar va boshlagan ishini oxiriga yetkazadilar. Ular ko'pchilik bilan jamoa o'yinlari o'tkazishni sevadilar va bunday o'yinlarni ko'pincha o'zlari boshlab oxirigacha faol qatnashadilar. Xolerik temperamentli bolalar arazchan, serjahl va tajang bo'ladilar. Bir narsadan xafa bo'lsalar, bu xafalik ularda uzoq saqlanadi. Ularda kayfiyat ancha barqaror va davomli bo'ladi. Xolerik temperamentli insonlar harakatchan, nerv sistemasi muvozanatlashmagan, agressiv, yangiliklarni tez ilg'aydi, qo'zg'alish va tormozlanish tez almashinadi, optimist, o'zgaruvchan, muloqotga tez kirishadi, kuchli harakatlarga ega bo'ladi. Sangvinik temperamentli insonlarda hissiyotning tez, kuchli, qo'zg'aluvchanligi, lekin beqaror bo'lishi bilan farq qiladi. Sangvinik temperamentli kishilarning kayfiyati tez o'zgarib, bir kayfiyat o'ziga teskari bo'lgan ikkinchi bir kayfiyat bilan tez almashinib turishi mumkin. Sangviniklardagi psixik jarayonlar xoleriklardagi singari tez o'tadi. Bu xil temperamentli kishilar ildam, chaqqon, serharakat va jo'shqin bo'ladilar. Sangvinik temperamentli kishilar tevarak atrofdagi voqealardan tez ta'sirlanadilar va muvaffaqiyatsizliklar hamda ko'ngilsiz hodisalar uncha qattiq xafa qilmaydi. Ular ko'p ishga tez va g'ayrat bilan kirishadigan bo'ladilar, lekin ishdan tez soviydilar. Bir zayldagi ishlarni uzoq davomli suratda bajarishga moyil bo'lmaydilar. Sangvinik temperamentli bolalar juda serharakat, ildam va chaqqon bo'ladilar. Ular har qanday ishga qatnashishi uchun doim tayyor bo'ladilar. Ko'pincha bir qancha vazifalarni birdaniga bo'yinlariga oladilar, lekin har bir ishga ishtiyoq bilan tez kirishganliklari singari boshlagan ishini oxiriga yetkazmaydilar. Sangviniklar chin ko'ngildan va'dalar berishadilar, lekin ko'pincha va'dalarni unutib bajarmasliklari ham mumkin. Bu xil temperamentli bolalar o'yinlarga tez va zavq bilan kirishadilar, lekin o'yin davomida o'z rollarini tez o'zgartirib turishga moyil bo'ladilar. Sangvinik temperamentli kishilar sezgilari psixik aktivlikka ega bo'lgan, atrofda bo'layotgan voqealarga o'z munosabatlarini bildiruvchi, taassurotlarni hadeb o'zgartirishga intiluvchi, muvaffaqiyatsizliklar va ko'ngilsizlarni nisbatan yengil o'tkazib yuboruvchi, jonli, harakatchan, ifodali mimikasi va harakatlari bo'lgan kishilar sangviniklar deb aytiladi. Sangviniklar sergap, kuchli, harakatchan, boshlagan ishini oxiriga yetkazmaydi, ifodali mimikalarga boy insonlar hisoblanadi. Flegmatik temperamentli vakillari hissiyotning juda sekin, kuchsiz qo'zg'alishi va uzoq davom etmasligi bilan farq qiladi. Flegmatik temperamentli kishilar hissiyotlarning tashqi ifodasi kuchsiz bo'ladi. Bu xil temperamentli odamlarni xursand qilish, xafa qilish yoki g'azablantirish ancha qiyin. Flegmatiklarning psixik jarayonlari sust bo'ladi. Bu xil temperamentli odamlar nihoyat og'ir, yuvosh, bosiq, harakatlari salmoqli bo'ladi. Agar bir faoliyatga kirishsalar, uni qat'iyat bilan davom ettiradilar.
Flegmatik ma'nosi bu balg'amdir. Kishining tinch va harakatsizligini bildiradi. Hayot yo'li tekis, ravon, shoshilmasdan harakat qiladigan kamgap insonlar bular flegmatiklar hisoblanadi. Flegmatiklar harakatlari sekin, og'ir, vazmin, sabr toqatli, nerv sistemasi inert, qo'zg'alish va tormozlanish almashinishi sekin, sir saqlay oladi, muloqotga qiyin kirishadi, boshlagan ishini oxiriga yetkazadiganlar ular aynan flegmatiklar hisoblanadi. Melanxolik temperament vakillari hissiyotning sekin, lekin kuchli qo'zg'aluvchanligi va barqaror bo'lishi bilan farq qiladi. Melanxoliklar barqaror, davomli bir kayfiyatga moyil bo'ladilar, lekin hissiyotlarning tashqi ifodasi juda zaif bo'ladi. Melanxolik temperamentli odamlar sustkash bo'ladi. Melanxolik temperamentli odam ishga birdan kirishmasligi mumkin, lekin bir kirishsa boshlagan ishi oxiriga yetkazmay qo'ymaydilar. Bunday temperamentli bolalar mo'min, qobil, yuvosh bo'ladilar. Ko'pincha birov savol bilan murojaat qilsa uyalib, tortinib javob beradilar. Ularni darrov xafa yoki xursand qilish yengil emas, lekin bir narsadan xafa bo'lsalar, bu xafalik uzoq davom etadi, barqaror bo'ladi. Ular bir ishga yoki o'yinga tez yopishib kirishmaydilar, lekin qandaydir ish yoki bir o'yin boshlasalar, bunda chidam va matonat ko'rsatadilar. Melanxolik temperamentlilar yuragi keng, barqaror, intilishlarga va kayfiyatlarga doimiy va chuqur his-tuyg'ulari, harakatlari va nutqi bir xil maromda bo'lgan, ruhiy holati tashqi tomondan ifoda etilmaydigan kishi flegmatiklar deb ataladi. Melanxoliklar deb ataladi. Melanxoliklar romantik, xayolparast, muloqotga qiyin kirishadi, qo'zg'alish va tormozlanish almashinishi qiyin, o'ta ta'sirchan, yangiliklarni sekin ilg'aydi, tabiatan tortinchoq, nerv sistemasi kuchsiz, harakatlari sekin, sust hisoblanadi. Xorijiy adabiyotlarda ta'kidlashicha, temperament nerv tizimi umumiy tipining nerv fiziologik xususiyatlariga emas, balki tashqi ko'rsatkichi badanning jismoniy tuzilishiga, uning ba'zi qismlari o'rtasidagi aloqaga, organizm turli tarkiblarining munosabatlaridan tuzilgan organizmning umumiy tuzilmasiga bog'liqdir degan nazariya jahon psixologiyasida ustuvor o'rin egallagan. Bu nazariyaning asoschilari Kretschmer, nemis psixolog, va Sheldon, Amerika psixologlari hisoblab, ularning talqinicha tana tuzilishi ham, temperament xususiyatlari ham ichki sekresiya bezlari faoliyatidagi o'zaro munosabatlarning nasliy belgilariga bog'liqdir. Ularning fikricha tana tuzilishi bilan temperament xususiyatlari orasida muayyan mutanosiblik mavjuddir. Temperament va muloqot ko'rinishlari: flegmatiklar bosiq ijodkor, xoleriklar bo'ysundiruvchi, o'z fikrlarida qat'iy turuvchi, sangvinik, barchaning ko'nglidan joy oluvchi, xushmuomala insonlar sangviniklar bo'ladilar. Melanxoliklar mustaqil fikriga ega bo'lmagan, himoyasiz. Temperament va o'zini baholash darajalari: sangvinik beqaror, yuqori muvaffaqiyatlari haqida doimo so'zlaydi, barchaning e'tiborida bo'lishga intiladi. Xolerik temperamentlilar o'ta yuqori, birinchilikka intiluvchan, raqib. Flegmatik temperamentlilar past, kamtar, e'tiborda bo'lishni istamaydilar. Melanxolik temperament vakillari o'ta past, uyatchan, guruhda doimo chetda bo'lishni xohlaydilar. Temperament va o'ziga ishonch: sangviniklar doimo omadga ishonadi, optimist. Xoleriklar o'ziga ishonadi, kamchiliklarini bildirmaydi. Flegmatiklar o'ziga ishonadi, ishonchi yo'q, o'zidan xavotirda bo'ladi. Melanxoliklar o'ziga ishonmaydi, kamchiliklarini ko'paytiradi, o'zini omadsiz deb o'ylaydi. Pessimistlar aynan melanxolik toifadagilar hisoblanadi. Temperament va emotsional munosabatlar: sangviniklar simpatiya hislarini oson, yorqin va jo'shqin namoyon etadi. Xoleriklar barcha bilan do'stlasha olmaydi, do'stga kuchli bog'langan qahrli rashkchi. Flegmatiklar o'z hislarini ochiq namoyon eta olmaydilar. Melanxoliklar vafodor, bo'ysunuvchi, o'z hislarini namoyon etishdan hayiqadiganlar hisoblanadi. Temperament va harakatlar: sangviniklar faol, shiddatli, harakatchan, flegmatiklar muvozanatlashgan, barqaror va azmin.
xoleriklar intiluvchan, yo'naltirilgan, keskin, bosimli, melanxoliklar og'ir, o'ta vazmin, sust hisoblanadi. Temperament va ishtaha haqida gapiradigan bo'lsak, sangvinik temperamentdilari yaxshi, ko'proq shirinliklarga o'ch hisoblanadi. Xoleriklar ko'p va tez ovqatlanadi. Flegmatiklar ovqatlanish jarayonini qadrlaydi, shoshilmaydi. Melanxoliklar past va sust. Temperament va uyqu. Sangvinik temperamentlari rang-barang tushlar ko'radi. Xoleriklar kam uxlaydi, kech uyg'onadi, kechasi bilan ishlaydi. Flegmatiklar tez uxlab qoladi, uyg'otish qiyin. Melanxoliklar kam uxlaydi va kechga tomon holsiz bo'lib qoladi. Va e'tibor qiladigan bo'lsak, bugungi mavzumizdan ma'lumotlarimiz shulardan iborat va hurmatli tomoshabinlar, xayr, sog' bo'lingizlar.